Baxtli bo'ling kelin, ko'p yashang. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada. Ya kelin ichganmisiz? Deya nastiraydi. Chuchut dada, chuchut. Alkash kelin qilib qo'yibman. Ya rahmat kelin. Voy qanday issiq-ey. Choy. Kelin puflab iching bo'lmasa. Piyalalar qolib ketdimi? Aroq edimi? Bu eski hunarni yana boshlabdi-da. Ay o'ylay agar ichganim yo'q. Kim ichdi unda? Kelning ichaykan. Uyalmaysizmi? Pashtadek kendimga to'nkashdi. Dadajon kazo'l ekan-ku. Bundan ulpat chiqmaydi. Kelin. Hoy kelin. Kelinni ko'rmadingizmi? Kelinmi? Hozirmi? Ha? Chaqirdingizlarmi? Ovqat qilaman. Voy amaki davleniyasi ko'tarilganiga hozir bitta ko'l qilib qo'yma, otdek bo'lib ketasiz. Keling, spirtli bormi? Aroq bor bo'ladimi? Bo'ladi, olib kelavering. Kelin tandir oldi yarim shisha aroq bor, shuni olib kelvoring. Qolmabdi oyijon. Kelin siz kelib bitta tupurib qo'ying, o'sha ham hisob bo'ladi. Yana sotyaptilar-ku. Najim, uygamsan? Ha, Mahmudga. Va magazinda qarzingni to'la, daftar to'lib ketdi-ku. Qanaqa? Ya, ey, har kuni kelinning dadajonimga deb bir shisha aroq aqtadi-ku. Ana, aybingiz ochildimi? Kelinni pastava qilishga uyalmaysizmi? Ay, man ichmayman, man ichmayman. Terazani tilimiz aytsan, man ichmayman. Kelin ichadi. Tetejon, bu deraza qanday gapiradi? Hozir ham ichganmi deyman bu? Ichganmisiz? Mahmud esing ham ana shu sunnat tugabda kanyaga ichgandik. Qolganni uylansa ichamiz deganik, qolganni turib olib chiqaman hozirman. Abchiq bor. Qayoqda eding man shu? Turgandi, qayoqmi? Yana? Ko'rganmi yo'q, Adajon? Qordan tushmas. To'g'da. Voy qanday issiq-ey. Qaynona, poligondamisiz? Harbiy-ku, kelin, kayfiyatlar a'lo va jangovarmi? Ya oling bu maqtab bergan sizlar askaringizni. Naryad ketaman desam sapogim tozalanmagan. Bunaqa forma olib bering, unaqa forma olib bering. Pulemyotda ta faqat. Oshxonadagi epikrovkalar tozalanmagan mastashidan gap eshitdim. Qudam tinchmilar? Faqat men telefon razvedka qiladi bunis. Zavshtik abitek palojdan ta'mi yo'q. Kechasi bilan faqat tankadagi qar bu. O'zingiz ham mana kam joyingiz yo'q. Binokling pastga qarati. Biz sizdan bunaqa kontrakt qilmaganmiz. Ana buni oling, men o'zimga zakkoni jangorni topa olaman. Ketdim. To'xtang kuyov, palatkaga kiring, harbiychasiga gaplashib olamiz. Men sizga boskarni olib keting deb yalinganim yo'q. O'zingiz kazarmam tagida 2 oy soqchi turib, yalinib zo'rg'a olib ketdingiz. Tankadagi tarillarmish. Uxlating buni. Sizni vayingi chasingizda bu askarga 2 soat atboy bo'ladi yoki yo'q? Kim aytdi? Haftaning 7 kuni paqada. Oshxona uborka, territoriya uborka, kamiga qudam kazarmaga pashar deb borsa yuradi suvni ko'tarib yoqdan bu yoqqa. Kuyov, armiyada ham bitta askarga 6 oyda bir marta kiyim beriladi. Buningizni qarang, 2 yildan beri bitta kiyimda yuribdi. 2,5 yil. Murojaat etishga ruxsat bermadimi hali? Siz murojaat qilishga ruxsat bermaysiz. Onangiz kunda isig'ida marsh brosokka chiqazib yuboradilar. Singlingiz kiyimlarini so'rab psixologik ataka qilsin. Opingiz bolalarini tashlab ketib qarab turdisin. Armiyani ham bog'cha qilib tashlamaylar, kuyov. Ya bironta jangchiga o'ralashib qoldingizmi, kuyov? Yo'q, aslo yo'q-da. Qarangda, lekin branjletingiz ham yordam bera olmaydi lekin. Bizda to'yalik kechasi maxsus operatsiyamiz bor. Qani, kaskalaring omon bo'lsin, zvanelaring kechikib kelmasin. Vobshe zalot bo'lmasin, snayperga ko'z tegmasin. Sog' bo'ling, salomat, joy sog' bo'lsin. Qamatini islang, yorini yig'ishidan